$750 dan 14 kunlik umra ziyorati narxi bo'lib ketdi do'stlar. $1,5 ota-onangizni bemalol 14 kun umra ibodati qilib kelish imkoniyati bo'ladi. Videoda oxirigacha tomosha qiling. Qisqa London Daniel Ulug'bek akamiz bilan ma'lumot beramiz. Ulug'bek aka $750 dan haqiqatda standart paketda bemalol borib kelsa bo'ladimi yo'qmi? Ha, $750 dan faqat bugungi Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha soat 10 da registratsiya, soat 1 ga o'tib uchib ketadi. Standart paket bo'yicha $750 dan. Chunki bundan oldingi videolarda qanaqa sharoit aytgan bo'lsak, pul do'stlar arzon bo'lgani bilan, narx-navo arzon bo'lgani bilan do'stlar sharoit bir xil aka. Sharoiti bir xil. Aytib o'tilgan Madina yo'nalishida 2 kecha 3 kunduz bo'ladi. Makka-Mukarramada 11 kecha o'rinadi. Madina yo'nalishida 2 mahal ovqati, Makka-Mukarramada 3 mahal ovqati bo'ladi. 11 dan oshiq ziyoratlari, Qizil dengiz sayohatlari, malakali liboshlari, doktor xizmatlari, arabcha xizmatlari hammasi ichiga kiritilgan bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Umra ziyoratiga ketayotgan odamlarning aka so'mkasi bilan ruchnoyni kilosini ham bir qator aytib o'tib, undan tashqari aka firma tomonidan nima beriladi, buni aytib o'taylik. Xo'p, bagajimiz 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoyimiz bo'ladi. Firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Qaytib kelishlarga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Bu firma tomonidan beriladigan narsalarimiz. Zo'r. Madina Munavvarada qancha masofada kelsinsa, Makka-Mukarramada qancha? Madina Munavvarada markazda joylashgan mehmonxonamiz bo'ladi. Makka-Mukarramada Ro'zgardan yo'lsa Ro'zgardan oldin mehmonxonalar bo'ladi. 1,5 kilometrda joylashgan mehmonxonamiz avtobusda 5 daqiqalik, piyoda 10 daqiqalik yo'lda bo'ladi. 50 boshlar qanaqa inson? 50 boshlarimiz malakali, diniy qo'mitadan ajratilgan 50 boshlarimiz bo'ladi. Erta kutib olib 14 kun davomida umralarni, ziyoratlarni, sayohatlarni qildirib berishadi. Gap yo'q, zo'r. Undan tashqari aka Madina Munavvaraga borilganda ravza masalasi, ya'ni payg'ambarimiz ravzalariga kirib chiqish tashkillashtirilganmi aka? Xudo xolasa shu kunga jo'natgan odamlarimizni ravzaga olib kirib chiqamiz. Bundan keyin ham harakat qilib olib kirib chiqamiz. Chunki hozirgi kunda odam ko'pligi hisobiga, ochirib ko'payib ketgan hisobiga ulgurmayapti. Iloji boricha harakat qilib olib kirib chiqyapmiz. Bu narx keyingi kunlarga ham bo'ladimi yoki faqat bugunga olasiz? Yo'q, hozircha faqat bugunga bu narximiz. Keyingi kunlarimizga Farg'onadan bo'ladigan bo'lsa 10-11-ga bor. Ular $1000 dan standart paketlarimiz. Toshkentdan bo'lsa deyarli har kuni bor. Samarqand yerimizdanmiz $1050 dan narxlarimiz. Gap yo'q, zo'r. Undan tashqari ketayotganda har doimgidek so'mka, kamzil, beji beriladi. Qaytib kelishganda 5 litr zamzam suv ham bor. Beriladi. Firma tomonidan aytib o'tganimizdek, kamzil, so'mka, beji, qaytib kelishda 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Zo'r, gap yo'q. Aqa borilgandan keyin aka ziyorat, sayohatlar o'z o'rnida qolgani? Xudo xolasa ziyorat sayohatlarimiz o'z o'rnida qolgan. Agar shirkat tomonidan bekitib berilmasa, endi Ramazon yaqinlashyapti, o'sha hisobga bekitib berilmasa 100% olib olib kelinadi. Odamlarning ehtiyoji uchun qilingan ishlarchi aka, aravacha, avtobus, doktor xizmatlari bular ham ishlab turibdimi? Doktor xizmatlarimiz 24 soat ishlab turibdi. Birinchi yordam ko'rsatishadi. Aravacha xizmatlarini tashkillashtirib bergan ular ham 24 soat xizmatda bo'lishadi. 24 soat avtobus xizmatlari haramga bemalol 24 soat borib kelib qatnovda to'xtovsiz qarab turishadi. Xo'p, yana aytib o'tib ketaman, o'zim pastiyan ichib yuradigan dori-darmonlaring, o'zlaring bilan iste'mol qiladigan dorilaring bo'lsa, o'zlaring bilan olishlarini tavsiya qilaman. Dori-darmon bagajga urishlaring ta'siri yo'q. Qancha bo'lsa olib ketishlari mumkin. 14 kunlik hisobidan olib, o'zlaring bilan olinglar. Erta topolmay qolishlari mumkin. Undan tashqari aravacha xizmatlarini aytib o'tganimdek, aravachalarni erta misol 20 ta bo'ladigan bo'lsak, odamning ko'pligi hisobiga yetmay qolishi, ochirib kutib olishlari hisobidan olib turib, ota-onamizni pastiyan aravacha yuradigan, aravachaga muhtoj odam bo'ladigan bo'lsa, o'zlaring bilan aravachalarni olinglar, bagajga kiloga urilmaydi. Bemalol olib ketishlari mumkin. Bemalol olib ketsa bo'ladi. Misol litsenziyani qo'yib qo'yganmiz aka, mana ko'rinib turibdi ekranda. Misol kelib o'zingiz bilan ko'rib gaplashib, haqiqatda ofisda gaplashib, to'lovini ham kassenga qilaman deydigan, misol hamyurtlar bo'ladigan bo'lsa, Vodiyda, Andijon, Namangan bo'ladigan bo'lsa, biz hozir Marg'ilondamiz do'stlar. Bemalol bir qadam kelib ketsalaring bo'ladi. Manzilni bitta tushuntirib bersangiz. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahri, Mustaqillik ko'chasi 692-uyda, mo'ljal temir yo'l vokzalining oldida joylashgan Centrum Holdingda turib reklama olyapsiz. Zo'r, gap yo'q. Hozir 17-18 ga ham reyslar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Ramazon oyida ham bemalol $1000 dan borib kelsa bo'ladi. Ramazon oyining birinchi 10 kunligiga fevralda oxirigacha $1000 standart paketlarimiz qo'yib berganmiz. Gap yo'q, zo'r. Akalar, ukalar, opalar, singillar bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, operator bolalar ishlab turishibdi. Inshaalloh videoda tez fursatda qo'yamiz. Hozir soat 11:30, 12 ga yaqinlashib qoldi. Inshaalloh soat 1 gacha videomizni chiqaramiz. Bugungi reysga tayyor bo'lib turgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, soat 8 da aytib o'tganlarda registratsiya boshlanar ekan. Ungacha joyizni bron qilib do'stlar, bir kishini puliga 2 kishi bemalol borib kelsangiz bo'ladi. Shoshilib qoling do'stlar, biz ham sizlarga shunaqa do'stlar, arzon narxda, qulay sharoitda ma'lumotlar berishdan charchamaymiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.